O'g'illar, assalomu alaykum hammaga. Sog' salomatmisizlar? Bugun bir ikkita yangiligim bor, shu bilan bo'lishamiz va Xudo xolasa yaxshi yangilik. Grokni 7 kunga bepul olishni aytib o'taman. Nimaga bu ikkita yangilikni bog'layapman? Chunki xabaringlar bo'lsa, ShumTube dasturini berganimdan keyin hozir oldin mana bu ikkita rasm generatsiya qiladigan bo'lsak, endi Grokda demak animatsiyani qo'shganman. Endi video tayyorlash jarayoni yana ham avtomatlashdi. Ikkita rasm chiqaramiz va Grokka berib qo'yamiz. O'zi avtomatik bizga ya'ni kerakli bo'lgan hamma kadrlarni video qilib beradi. Mana bu Viskga o'xshab ishlaydi va mana qaranglar, mana videomiz tayyor. Mana bosib ko'rsak bo'ladi. Солнышко мое, я спою для тебя. Пусть в сердце твоем всегда свечу да навсегда. Mana shunday jarayonda ishlaydi, ya'ni rasm bilan tayyorlaymiz va video bilan tayyorlaymiz. Endi Grokda ishlash uchun hozir Grok juda ham ko'p limitlarni kesib qo'ygan va Grokda yangilanish bo'ldi. Xabaringlar bo'lgan bo'lsa, hozir Grokda demak mana videoga o'tadigan bo'lsak, 10 sekunddan generatsiya qilish imkoniyati chiqdi va nimasi, ya'ni videoni 720p ga ko'tarishdi. Mana shu imkoniyatlardan foydalanish uchun bizga tariflari kerak bo'ladi. O'z tariflari $30 dan boshlanadi. Eng arzon $30. Hozir men sizlarga buni bekarga olishni ko'rsatib qo'yaman. 7 kunga. Demak, ko'rib chiqamiz. Mana bu tariflari, mana 7 kun ichida bepul ishlatib ko'ring deyapti. $30 turadi. Mana $7 ga, ya'ni 7 kunga bekorga berar ekan. Biz buni ishlatamiz va eng muhim bo'lgan narsa, o'g'illar, mana bunaqa narsalar ko'rsatganimda ko'pchilik ya'ni 3 kundan keyin, balki bir haftadan keyin kirib, bu o'xshamayapti, bu nimani xato qilyapman deydi. Bu xato emas. O'zi odatda bunaqa aksiyalarni taklif qilgandan keyin 5 kun, 1 hafta, uzog'i 10 kundan keyin yopiladi. Ana shuning uchun bunaqa aksiyalarni ko'rsatgan paytda, ya'ni video chiqqan paytda o'tkazib olmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Mana shunaqa videolarni chiqarganimda joyida olish uchun. Hozir buni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Boshladigan bo'lmasam, bismillah. Mana bu silkalarni hammasini nera jamoada qoldiraman. Nera jamoaga kirib, mana shu yerda admindan tekshirilgan ma'lumotlarni qoldiraman. Mana shu yerdan olsanglar bo'ladi. Hozir bizga kerak bo'ladigan narsa, birinchi navbatda generator kartga o'tamiz, chunki biz ya'ni kartamizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana bu tugmaga bosamiz, qaranglar, mana начать пробную versiya. Mana shunga bosamiz, avtorizatsiyadan o'ting deyapti. Mana bu yerda ro'yxatdan o'tish tugmasi bo'ladi va mana shu yerda yoki ro'yxatdan o'tamiz yoki Google akkauntimiz orqali kiramiz. Men hozir Google akkauntim orqali kiraman. Mana bu yerga vойти tugmasini bosaman va Google akkauntimni tanlayman. Mana men Google akkauntimdan kirib oldim. Endi ko'ramiz tarifini. Mana tarifi oddiy tarifda, ya'ni super Grokka o't deyapti. Mana shu super Grokka o't degan tugmasiga bossak, bizni mana bu joyga otadi. Yoki men bergan havola orqali o'tasizlar, yoki mana bu yerda mana bu tugma orqali bosib, ya'ni super Grok oynasiga o'tamiz va mana shu yerda начать пробную версию degan tugmaga bosamiz. Bizda mana bunaqa to'liq oynasiga o'tadi. Mana bu yerda kartani tanlaymiz. Mana bu yerda kartani tanladik. Endi mana bu yerga karta ma'lumotlarini kiritamiz. Karta ma'lumotlarini o'tgan safar berganimdek, ya'ni mana bunday saytlardan beraman. Hammasini mana bu yerda nera jamoada admindan tekshirilgan ma'lumotlarni qoldiraman. Kirib instruksiya sifatida kirib bitta-bitta bosib, birinchi qadam, ikkinchi qadam deb mana shu yerda olishinglar mumkin bo'ladi. Mana bu joyga qaranglar, saytga kirganinglarda mana bu joyda agar sizlarda mana bu yerda basic da ochilsa, advanced ga o'tib olasizlar. Men o'zi silkada advanced ochiladigan qilib beraman. Mabodo sizlarda basic da ochilib qolsa, ya'ni mana bu tugmaga o'tib olasizlar. Advanced da turish kerak. Mana bu yerga binni, men bergan binni kiritasizlar. Mana bu yerga shu binni kiritamiz va generate tugmasini bosamiz. Mana generate tugmasini bosamiz, bizga randomli kartalar chiqarib beradi. Kelinglar, mana birinchi kartani olamiz va uni karta kiritadigan joyga kiritamiz. Mana bu yerga kartani kiritamiz. Keyingi oynasi 0532 ekan, ya'ni 0532 kiritamiz. 2032 emas, 0532 kiritamiz. Yilda oxirisini kiritamiz mana. 507 CVV kodi 507 ekan. Mana bu yerga randomni kiritaveramiz, ism. Bu yerga
Xohlaganinglarni tanlasanglar bo'laveradi. Men Sashani tanlamoqchiman. Mana bu yerda Sashani tanlayman. Va pochta indeksi kerak bo'ladi. Pochta indeksini mana bu yerga pochta indeksini kiritamiz. Ya'ni Sashani pochta indeksi kerak agar Sashani tanlasak. Mana pochta indeksi kiritamiz va mana bu tugmani bosamiz. Hozir men robot masman tugmasi bilan tasdiqlaymiz va kutib turamiz. Mana bo'ldi. Shu qadamlar bilan biz super grokka ega bo'ldik. Ya'ni mana turi bir istash oynasi shularga va bu yerda eng muhimi bizga rasm va video generatsiya uchun bizga limitlar oshirildi.